Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz eritmalarga bag'ishlanadi. Eritmalarning kollektiv xususiyatlari. Hop, demak, reja Raul qonuni, Raulning birinchi va ikkinchi qonunlari, osmos va osmotik bosim, Van Gogh tenglamasi. Demak, elektrolit eritmalari uchun kollektiv xususiyatlar va biologik kollektiv xususiyatlari bo'yicha, demak, biologik ahamiyati. Demak, birinchi eritma haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, eritma bu demak minimum ikkita komponentdan iborat bo'lgan erituvchi va eruvchidan iborat bo'lgan sistemaga, gomogen sistemaga eritma deyiladi yoki eritma bu gomogen minimal ikkita komponentdan tashkil topgan o'zgaruvchan tarkibli gomogen sistema deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Demak, uni tarkibi doimo o'zgarib turadi. Erituvchi yoki eruvchining miqdoriy nisbatlariga qarab tarkibi o'zgarib turadi va ular gomogen bo'ladi. Demak, mukammal eritma aytish mumkinki, o'zaro uni eritmani shakllantirishda ishtirok etayotgan, ya'ni eritmani hosil qilishda ishtirok etayotgan komponentlarni o'zaro ta'siri, hajmi va issiqlik ta'siri o'zgarishlarini hisobga olish darajasida bo'lmagan, kichik bo'lgan eritmalarga aytiladi. Ya'ni aytish mumkinki, mukammal ideal eritmalarda erituvchi va eruvchining o'rtasida hech qanaqangi kimyoviy, fizikaviy ta'sirlar bo'lmaydi. Demak, elektrolit bo'lmagan yuqori darajadagi eritmalarga biz aytamizki, mol miqdori 0,005 dan kichik bo'lsa, demak, bu ideal eritmaga yaqin eritma deb atash mumkin. Demak, ko'rinib turibdiki, formulamizdan ko'rinib turibdiki, moddani erituvchining mol miqdoriga nisbati olingan, demak, eruvchining mol nisbati erituvchi va eruvchining mollar nisbatiga olingan. Kollegativ xususiyat bu eritmalarning xususiyatlaridan faqat eritmaning miqdori bilan aniqlanadi. Ya'ni erigan moddalar zarrachalariga, soniga, miqdoriga bog'liq bo'lmagan xossalariga kollegativ xususiyat deyiladi. Misol uchun, to'yingan bug' bosimining qaynash nuqtasining, ya'ni qaynash temperaturasining ortishi, muzlash temperaturasining pasayishi va osmotik bosim kabilar kiradi. Raul qonuni, demak, birinchi qonun 1882-yilda yaratilgan. Demak, eritmaning nisbiy bug' bosimining kamayishi eritmadagi eriyotgan moddaning mol miqdoriga to'g'ri proporsional. Ya'ni erigan moddani miqdori qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak, eritmaning ustidagi bug'ning bosimi toza erituvchinikiga nisbatan kamayib boraveradi. Bu degani, eritmada erigan moddaning miqdorining oshib borishi erituvchining bug'lanishiga to'sqinlik qiladi degan ma'noni bildiradi. Bundan kelib chiqadiki, xulosa, demak, agar toza suvda biz tuzni eritadigan bo'lsak, uning qaynash harorati albatta yuqorilashadi va muzlash harorati pasayadi. To'yingan bug' bosimining mutlaq kamayishi, demak, delta P toza erituvchidagi bug'ning bosimidan ayirib tashlanadi eritmaning bug' bosimini. Agar siz nisbiy kamayishini topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak, albatta bu yerda toza erituvchi va eritmaning o'rtasidagi bug' bosimining farqini toza erituvchinikiga bo'lishingiz, bu to'yingan bug' bosimining nisbiy kamayishini beradi. Demak, eritma bo'yicha to'yingan bug' bosimining pasayishi natijasida eritmaning qaynash haroratining yuqorilashi va muzlash haroratining pasayishi kuzatiladi. Demak, elektrolit bo'lmagan suyultirilgan eritmalar uchun qaynash nuqtasining ortishi va muzlash haroratining pasayishi eritmada erigan moddaning soni bilan mutanosibdir, ya'ni proporsional bo'ladi. Raulning qonunini quyidagi formula bo'yicha ifodalab topishimiz mumkin. Ya'ni kim delta T teng bo'ladi karyoskopik doimiy ko'paytirilgan molyar konsentratsiya, ya'ni konsentratsiyani to'g'ri proporsional holatda karyoskopik doimiyga ko'paytirsangiz, demak, bu yerda siz temperaturalar farqini topasiz. Ya'ni o'sha o'zgargan temperaturani topishimiz mumkin. Eboloskopik doimiy, demak, bu qaynash haroratining yuqorilashida kuzatishimiz mumkin. Demak, bunda siz eboloskopik doimiyni molyar konsentratsiyaga ko'paytirish orqali topasiz. To'yingan bug' bosimini haroratga bog'liqligi ko'rsatilgan jadvalda ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda temperaturalarning farqlanishi, ya'ni bu yerdagi erituvchi va eruvchining miqdoriga mos ravishda, demak, bu mana to'yingan bug' bosimini farqlanib borishini ko'rishingiz mumkin turli xil temperaturalarning o'zgarishidan. Endi
Demak, jadvalda erituvchining fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari ba'zi bir erituvchilarni, ya'ni ko'p ishlatiladigan erituvchilarning fizik-kimyoviy xususiyatlari jadvalda keltirilgan. Bu yerda asosan qutbli va qutbsiz erituvchilarni, demak, qaynash temperaturasi, ularni kristallanish, ya'ni muzlash temperaturasi, ibloskopik doimiysi va kreskopik doimiysi. Bilamiz, ibloskopik doimiy demak qaynash temperaturasini, kreskopik doimiy demak muzlash temperaturasini o'zgarishini o'rganishda demak ishlatiladigan doimiy sonlar hisoblanadi. Termodinamik tizimlarda, ya'ni moddalarning konsentratsiyasini o'z-o'zidan tenglash jarayoni, ya'ni ikkita termodinamik sistemada ikki tarafda ikkita komponentni konsentratsiyalarini o'zaro tenglashib qolish jarayoniga diffuziya deyiladi. Diffuziya deb unda bir moddaning ikkinchi bir moddaning atmosferasida tarqalishini ham olishimiz mumkin. Diffuziya osmosdan farqliroq, diffuziya ikki tomonlama bo'ladi. Osmos bu demak bir modda molekulalari ikkinchi bir moddaning molekulalari orasida yarim o'tkazgich membrana orqali bir tomonlama kirib borish jarayoniga demak osmos deyiladi. Osmos diffuziyadan farqliroq, u bir tomonlama hisoblanadi. Diffuziya ikki tomonlama hisoblanadi. Demak, osmosni bosib, osmotik bosimni hisoblash uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Demak, gidrostatik bosim, demak, zichdlik, erkin tushish tezlanishi va balandlikka ko'paytmasi, demak, bizada osmotik bosimni beradi. Quyida sizga oddiy osmotik bosimni sxemasi ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda demak, glyukozaning suvli eritmasi, u yarim o'tkazgich membrana bilan ajratilgan holatda toza suvga botiriladi. Ko'rib turibsizki, yarim o'tkazgich membrana orqali, demak, toza suv molekulalari o'sha yarim o'tkazgich membrana orqali o'tadi, lekin glyukozaning eruvchi moddaning molekulalari yarim o'tkazgich membranani o'tolmaydi. Ya'ni bir tomonlama harakat bor, ikkinchi tomonlama harakat yo'q. Shu nuqtai nazardan biz aytdik, diffuziya ikki tomonlama. Agar diffuziya bo'lganda, bu zarrachalar ham bu yoqdan bu yoqqa harakat qilish kerak edi, lekin bu yerda hozir faqat bir tomonlama harakat kuzatiladi. Demak, elektrolit bo'lmagan suyultirilgan eritmalar uchun osmotik bosim va harorat konsentratsiyaga bog'liqligi demak Van Gogh formulasi bilan topiladi. Bu yerda demak osmotik bosim bu demak molar konsentratsiya, buni bilamiz, demak bu universal gaz doimiysi va temperaturani ko'paytmasi bizga demak osmotik bosimni beradi. Ideal eritmalar, elektrolit bo'lmagan eritmalar, suyultirilgan eritmalar uchun. Demak, elektrolitlarga Raul va Van Gogh qonunlarini qo'llash uchun izotonik koeffitsiyentdan foydalaniladi. Izotonik koeffitsiyent demak eritmalarning realligini ifodalab beruvchi koeffitsiyent hisoblanadi. Gipertonik eritmalarda boshqa eritmalar bilan solishtirganda yuqori osmotik bosim kuzatiladi. Gipotonikda bo'lsa boshqa eritmalarga nisbatan bosim pastroq bo'ladi. Demak, Arrhenius elektrolitlar uchun dissotsiatsiya darajasi mavjudligini ko'rsatdi va ular hammasi ham dissotsiyalanmas ekan. Demak, eritmada har doim izotonik koeffitsiyent ishlaydi. Demoqchimizki, bu yerda demak ideal parchalanish yoki dissotsialanish jarayoni kuzatilmaydi, hattoki tuzlarda ham. Suyultirilgan eritmalar uchun, elektrolit eritmalar uchun quyidagi tenglamalarni qo'llash mumkin. Demak, izotonik koeffitsiyentni hisoblash uchun, demak, ularni eritmalarni realligiga tatbiq qilish uchun yordam beradi. Demak, kriometriya, osmometriya, ebulometriya bilan demak eritmalarni qaynash nuqtasini o'zgarishiga yoki muzlash nuqtasini o'zgarishiga asoslangan holatda molekulyar og'irliklarni tengseriklar tarkibini aniqlashda ishlatiladigan usullar hisoblanadi. Demak, osmos va osmotik bosimning biologik ahamiyati bu membranalarda moddalarni ko'chishi, ya'ni hujayralarda va hujayralararo suyuqliklarda moddalarni o'zaro almashish jarayonlarida ishtirok etishi osmotik bosimni ahamiyati tushuntiriladi. Quyida siz demak izotonik eritma, gipertonik va gipotonik eritmalarni, demak turli xil eritmalarda hujayralarni o'zini tutishini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda gemoliz, ayrimlarda hujayralar yorilib ketishi, ayrimlarda hujayralar g'ujanaklanib, ya'ni bujmayib qolishini kuzatishingiz mumkin. Demak, u izotonik eritmada demak ideal holatda turadi. Xo'p. Demak, osmotik bosimning oqsillar va biologik ahamiyati bilan quyidagi nimamizda prezentatsiyamizda tanishishingiz mumkin. Va bu prezentatsiyamizni siz erkin holatda o'zingiz saytimizdan yuklab olishingiz mumkin. Agar foydali bo'lsa, hammamiz xursand bo'lamiz. Rahmat hammaga. Shu bilan bugungi leksiyamiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling.